Abdukarim aka, hozirgi kunda juda ko'p insonlar umurtqa kasalligidan qiynalib kelishyapti. Nafaqat kattalar hamda yoshlar ham bu kasallikdan aziyat chekishyapti. Buni asosiy sabablari va kelib chiqishi qayerdan boshlanadi? Yaxshi aytdingiz. Oldingi vaqtlarga qaraganda hozirgi vaqtga kelib, shu zamon 21-asrga kelib, umurtqa kasalliklari, bo'g'im kasalliklari, osteoxondroz kasalliklari, suyak yemirilishi, osteoporoz kasalliklari hozir oldinga nisbatan birmuncha ko'payib boryapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keltirilishicha, insonda bir parcha go'sht bor. U sog'lom bo'lsa, butun tana sog'lom bo'ladi deydi. Agar u kasal bo'lsa, butun tana kasal bo'ladi deydi. Bu ham bo'lsa qalbdir. Insonda qalbi qachonki pok bo'lsa, fikrlash jarayoni to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, inson kasallikka kamdan kam chalinadi. Misol uchun, bizni valiologiyada shunday gap borki, insonda birinchi fikr kasal bo'ladi. Undan keyin qalb kasal bo'ladi. Undan keyin ruh kasal bo'ladi. Va bu hammasi jamlanib kelib, tana kasalligiga borib taqaladi. Fikrning kasal bo'lishi, qalbning kasal bo'lishi va ruhiyatning kasal bo'lishi inson organizmidagi kasalliklarda 80%ni, kerak bo'lsa 90%ni tashkil qiladi. Tanada 10-15% kasallik bo'ladi xolos. Hozirgi vaqtida butun tabobat, meditsina asosiy e'tiborda ko'proq tanaga qaratyapti. Aslini olganda kasallik boshqa yerda turgan bo'ladi. Endi bemor kasal ham bo'ldi. Kasalxonaga borib, oq pastelda ag'anab mazza qilib yotgan bilan u birdaniga sog'ayib qolmaydi. Oddiy tish kasalligini paydo bo'lib, egasiga aytib, og'rib, rivojlanguncha 5 yil o'tar ekan. Endi umurtqa kasalligi, bo'g'im kasalliklarda ham xuddi shunaqa. Falonchi birdaniga vafot etibdi, falonchi birdaniga shu oyog'i ishlamay qolibdi, qo'li ishlamay qolibdi ko'ksdan degan gaplar bo'lib yuradi. Yo'q, birdaniga hech narsa birdaniga hosil bo'lmaydi. U kasallik yillar davomida yig'ilib keladi-da va egasiga xabar berguncha oradan 5 yil, hattoki 10 yil vaqtlar o'tib ketadi. Shulardan biri osteoxondroz kasali, tuz yig'ilishi. Asosan bu umurtqa pog'onamizni bo'yin qismida hosil bo'ladi. Bo'yinda umurtqalar aro disklarning orasiga tuz yig'ilishi natijasida o'sha yerda qattiq og'riq bo'ladi. Buning sababi jismoniy harakatning kamligi. Agar inson mana bunda o'ng tomonga buriladigan bo'lsa, butun gavdasi bilan, chap tomonga burilsa ham butun gavdasi bilan burilishga majbur bo'ladi. Bo'yinda o'zi burilishga og'riq xalaqit qiladigan bo'lib qoladi. Buning sabablarining asosiysi kam harakatlilik. Inson agar har kuni hech bo'lmasa ertalabda yo obeddan keyin 2 mahal o'zini ustida 10 minut, 15 minut oz miqdorda harakatlarini rivojlantirib boradigan bo'lsa, tuz asta-sekinlik bilan o'sha disklar aro yig'ilgan tuzlar sekin-sekin tarqalib ketadi. Buning iloji bor. Endi bu kasallikni hozir qanaqa qilib davolashyapti? Massaj yo'li bilan yoki bo'lmasam o'sha yerga ukol qilish yo'li bilan, har xil mas surtma dorilar bilan davolayapti. Lekin bu davolash usuli uzoqqa bormaydi. Oradan 10 kun, 15 kun, 1 oy o'tadi-da, yana qaytadan rivojlanib boryapti. Endi kimda kim qandaydir kasallik bilan og'rigan bo'lsa, uni davolash uchun unga tashqaridan kiritilayotgan davo choralari bu juda ham kamlik qiladi. Inson o'zi qachonki harakat qilmas ekan, kasallikdan to'la to'kis forig' bo'lib ketishning hech qanday iloji yo'q. Bizning otalarimiz, bobolarimiz bu narsani eskitdan bilgan. U paytida texnika bu darajada rivojlanmagan edi. Hozirgi kunga kelib texnika rivojlanib ketib, odamlarning harakati ozayib ketyapti. Kir yuvish qo'lda bo'lardi. Yerni chopish, og'darish hammasi qo'l mehnati bilan bo'lardi. Ayniqsa ketmon chopishni o'zi juda ham katta natija beradigan, katta fizkultura beradigan mashqlardan bittasi. Umurtqa pog'onasini o'ngga, chapga, tepaga, pastga burish, ko'proq harakat qilish,
Ayniqsa ertalab turganda bo'g'im mashqlarini bajarish, oyoq-qo'llarni aylantirib mashqlarini bajarish inson organizmimizdagi tog'aylarni, bo'g'imlarni, paylarni cho'zilib qisqarishiga sabab bo'ladi va organizm sekin o'zini tiklab boradi. Endi kasallik, qaysi kasallik bo'lishidan qat'iy nazar kelib chiqishini hammasini sababini umumiy jamlaydigan bo'lsak, qon aylanishini buzilishiga borib taqaladi. Qayerda qon aylanishi yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha yerda sekin asta kasallik kuchayib boradi. Buni bartaraf qilish uchun qon aylanishini yaxshilash kerak. Qon aylanishini yaxshilash uchun bo'g'im mashqlaridan albatta har kuni, har doim foydalanib turishimiz kerak. Ertalab turdingiz o'rningizdan. Oddiy bir misol. Kasallikdan yiroq bo'lishning yo'llari. Misol uchun men o'zimni boshimdan o'tgan narsalarni ba'zi bir narsani aytib berishim mumkin. Oddiy bir misol. 200-250 gram qaynagan suvga sedanali asalni qo'shib, aralashtirib ichib oladigan bo'lsangiz, undan keyin yarim soat 45 minutdan keyin ovqatlanadigan bo'lsangiz, sizni u sedana o'ta achchiq narsa bo'ladi. Uni mayda qovonchada maydalab tuyib, 50 gram sedanaga yarim kilo asalni yaxshilab aralashtirib qo'yadigan bo'lsangiz va o'shandan bir qoshiq har kuni ertalab 200 gram suvga aralashtirib mayda ho'plab ichadigan bo'lsangiz, butun organizmni tozalaydi. Sedananing achchiqligi natijasidan o'sha ichimizdagi har xil qurtlar o'lib ketadi. Men shuni misol tariqasida oldimga shu narsani olib kelganman. Sizlarga ham ko'rsatishim mumkin. Mana bu banka. Bankaga yarim kilo asalni solib, 50 gram sedanani maydalab qovonchada tuyib, aralashtirib qo'shib qo'yganman. Mana o'zlaring ham buni ko'rishlaring mumkin. Asalni rangi qop-qora rangga kirib ketgan. Buni tarkibida asal va tuyilgan sedana bor xolos. Boshqa hech narsa yo'q. Shu asalli sedanani ertalab o'rningizda turib, bet-qo'lingizni yuvganingizdan keyin 200-250 gram qaynagan suvni ozgina miqdorda sovutib, 80-70 gradus gacha bo'lgan vaqtida shu asalli sedanali asaldan qo'shib yaxshilab aylantirib mayda ho'plam bilan ichadigan bo'lsangiz, suv qaynaganligi uchun uni suvni tagida og'ir moddalari tushib pastga cho'kib qoladi. Haqiqiy sof suv qoladi. Shu issiq suvga aralashgan asalni mayda ho'plab ichganingizda asta-sekin qonga so'riladi. Qon organizm 36.6 gradusdan iborat bo'lganligi uchun issiq suvni oson o'zlashtiradi. Endi nima uchun mayda ho'plab? Bizni og'zimizda og'iz so'lagi bor. Shu so'lakka aralashgan issiq suvni organizm o'z quvvatini yo'qotmagan holatda qonga so'riladi va ichaklarimizdagi har xil qurtlarni, gijjalarni birin-ketin o'ldirib boradi. Bunga juda ham katta mablag' kerak emas. Shuni muntazam har kuni ertalab, oylab, kerak bo'lsa yillab bir qoshiqdan ichib boradigan bo'lsangiz, sizni suvga bo'lgan talabingizni qondiradi va ichkaridagi har xil sizga keraksiz bo'lgan parazitlarni o'ldirishga juda katta yordam beradi. Va bundan tashqari, ertalab nonushtadan keyin oradan 1 soat, 1,5 soat o'tgandan keyin kun davomida, masalan, o'rtacha 70 kilo vaznga ega bo'lgan inson 3 litr miqdorgacha qaynoq suvni mayda ho'plab ichib boradigan bo'lsa, butun organizmni chiqitlardan tozalab yuboradi. Qon suyuladi. Qon suyulishini hisobiga butun organizmga qon yetib boradi. Endi quruq suvni o'zi bilangina davolash iloji yo'q. Inson har xil yo'llar bilan o'zini o'zi tozalab turadi. Misol gap, ichkaridan axlati chiqishi, peshobni chiqishi, terilash hisobiga terilarning orasi ham sekin astalik bilan o'zini tozalab boradi. Bu biz sizlarga tavsiya qilayotgan narsa qo'shimcha narsalar. Endi umurtqa pog'ona, osteoxondroz, osteoporoz, suyak yemirilishi kasalliklarga keladigan bo'lsak, shu ham noto'g'ri turmush tarzidan kelib chiqadi.
Buni to'g'rilash uchun ertalab bo'g'im mashqlarini vaqtida qilib, har kuni hech bo'lmasa 15 minut bir mahaldan kirib borsangiz, albatta umurtqa kasalliklardan sekin asta chiqib boriladi. Toma-toma ko'l bo'lur degandek, bir marta, ikki marta qilganingiz bilan kasallik sirazi chekinib ketmaydi. Kasallikni paydo qilish uchun siz necha yillab harakat qilgansiz. Uni yo'qotishga ham 2 oy, 3 oy davomida 15 minutda mashq qilib borsangiz, umurtqa kasalliklaridan bitta-bitta chiqib ketasiz. Tavsiyalar uchun katta rahmat Abdukarim aka. Bilamizki, sizni bundan tashqari ko'z nuri bilan davolanadigan bemorlaringiz ham juda ham ko'p va siz yuzlab odamlarni ochkisini yetishiga sababchi bo'lgan insonsiz. Shu ko'z nuri haqida ham ozgina tavsiyalar berib o'tsangiz. Rahmat Ibrohimjon. Endi ko'z nuri bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, bu to'g'risida juda ham ko'p videolar qilganmiz. Bu ko'z nuridan chiqib ketishga o'zim birinchi sababchi bo'lganman. Avvalo menda umurtqa qiyshayshi bo'lgan. Uzoq yillar qiynalganman. Hatto 3 minutdan ortiq o'tirolmaydigan darajagacha kelganman. Umurtqamni mashqlar davomida asta-sekin tiklab oldim. Endi to'g'ri ko'p kitob o'qiymiz. Kechalari batareyka yaqib ham o'qishimizga to'g'ri kelgan. Meni ko'zim ham nuri ancha pastlab 475 darajagacha borib qolgan. Albatta u plyus edi. Lekin hozirgi kunga kelib yoshlarda, ayniqsa bog'cha bolalarida, maktab yoshidagilarda yoki bo'lsa balog'atga yetgan 30, 40, 50 yoshga borgan insonlarda ham ko'z nuri kasalliklari borgan sari avvalgiga nisbatan nihoyatda ko'payib boryapti. Buning sabablari turlicha. Biz qishloq joyda yashaymizmi, shahar joyda yashaymizmi, uzoq masofadagi territoriyalarga uzoq vaqt biz tikilmaymiz. Doimo ishlar bilan mashg'ul bo'lamiz. Telefon ko'rlash bilan mashg'ul bo'lamiz. Uzoq vaqtlar o'tirib olib televizor ko'ramiz. Qarshingizda 10 metr, 15 metrdan qo'shningizni duvoli ko'rinib turadi. Bilasizlarmi? Misol uchun, cho'ponlarda hech qachon ko'z kasalligiga uchramas ekan. Sababi cho'ponlar keng dalalarda faoliyat olib borishadi. Qo'y, qo'zilar, mollar boqadi. Ular 300 metr, 400 metr, hattoki 1 kilometr uzoqlikka ketgan chorva mollari, chorva qo'ylarini ko'rish uchun, ularni o'zini to'pidan ajrab ketmaslik uchun uzoq vaqt ko'p kuzatadi. Shu paytida xuddi bizni ko'z mushaklarimiz fotoapparatni xuddi qisqarib yoziladigan shakliga ega bo'lib qoladi. Qachonki biz uzoqqa tikilganimizda ko'z qorachiqlarimiz qisqarib, uzoqdagi territoriyani aniq ko'rishga ega bo'ladi. Agar biz yaqinda ko'radigan bo'lsak-chi, unda ko'z mushaklari kengayadi-da, yaqindagi narsa tiniqroq ravishda ko'riladi. Xuddi shunday, mana misol uchun siz qachonki uzoqda ko'rolmaydigan bo'lsangiz, yo uzoqda turgan mashinaning nomerini ko'rolmaydigan bo'lsangiz, ko'zingizni ozgina qisib qaraganingizda o'sha obyekt, o'sha mashinaning nomeri aniqroq ko'rinadi. Demak, bizning mushaklarimiz charchab qolgan. Qachonki biz ko'z mushaklarini o'z vaqtida ishlatsak, albatta ko'rishimiz sekin asta rivojlanib boradi. Lekin quruq mashq bilan ustozim aytgandek 2% gina foyda bor. Asli 98% uni mohiyatiga qaratiladi. Endi ko'zni yaxshi ko'rmasligi uni fikrda yaxshi emasligiga, qalbida kimnidir yomon ko'rishlikka, kimnidir ko'rgani ko'zingiz yo'q bo'lishiga, qandaydir odamlarni qabul qilmasliklaringiz ham ko'zni nurini pasayishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari asosan hozirgi 21-asrda eng ko'p tarqalayotgan bu ko'z kasalligini keltirib chiqarayotgan sabablardan biri albatta bu telefonimiz. Telefonga uzoq tikilish, ijtimoiy tarmoqlarda uzoq vaqt sohallab shug'ullanish ko'z nurini pasayishiga sabab bo'ladi. Chunki oddiy bir misol, mana shu telefon bo'ladigan bo'lsak, shu sensor telefondan 450 tadan 600 tagacha lazer nuri chiqib turadi. Bu bizni ko'zlarimizga ta'sir qilmasdan iloji yo'q. Ayniqsa kompyuter bilan ishlayotgan vaqtida, to'g'ri, zamonda talabi bilan biz telefondan foydalanamiz.
kompyuterdan ham foydalanamiz. Lekin qisqa tanaffuslar qilib, ko'zlaringizni yaxshilab, qo'llaringizni, kaftlaringizni ishqab, ko'zda olmalarga bosib, qizdirib, ozgina ko'zlaringizni dam berib, bo'g'imlarda ozgina mashq qilib, 10 minut, 5 minut mashq qilib, yana ishingizni davom ettirsangiz, ko'zlarimiz ancha-munchaga charchab qolmaydi. Inson organizmi 150 yilgacha ishlash qobiliyatiga ega. Xo'p. Azizlar, bundan tashqari mana bizda har xil kasalliklar, bo'g'im kasalliklari, ko'z kasalliklari, oshqozon ichak yaralari davolanadi. Bundan tashqari qo'rquv, vahima, asab kasalliklari va bir qancha kasalliklarni hammasini aytishimiz shart emas. Hammasi birin-ketin davolab kelyapmiz. Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, hali bemorlarimiz xafa bo'lib ketgan joyi yo'q. Inson organizmida ko'z kasalliklari va umurtqa kasalliklari yosh tanlamaydi. Agar odamni ko'z nuri pastlagan bo'lsa, u yoshi nechida bo'lishidan qat'iy nazar, albatta u tuzalib ketish imkoniyati bor unda. Umurtqa kasalliklarida ham xuddi shunday. Men umurtqa kasalliklari bilan qari odamlar bilan, hattoki G shakliga kelib qolgan odamlar bilan ham shug'ullanib ko'rganman. 90 gradus tikka holatga kelgan, hatto 70 dan oshgan kampirlar ham. To'g'ri, unga ozgina vaqt ko'proq ketgan. Ya'ni 2 oy davomida bo'lgan. Ko'z bilan umurtqa kasalligi yosh tanlamaydi. Xohlagan yoshingizda shug'ullanadigan bo'lsangiz, oldingizga ahd poymon qilib, qattiq ahd qilib, maqsadni aniq ravon qo'yib ishlaydigan bo'lsangiz, necha yoshda ham bo'lishidan qat'iy nazar tuzatish imkoni 100% bor. Misol uchun, ko'z nuridan olgan natijalarimiz, qancha mijozlarimiz o'z ko'zoynaklarni ko'z nuridan qutilgandan keyin bizga tashlab ketgan. Bu ko'zoynaklardan -12, 13 dioptriyadan to 1 dioptriyagacha bo'lgan ko'zoynaklar mana bu yerda yotibdi. Mana bu o'sha bemorlarimiz tashlab ketgan ko'zoynaklar. Mana shu ko'zoynaklar bizga kelgan mijozlarni tashlab ketgan ko'zoynaklar. Bu ko'zoynaklarda dioptriyasi -1,5 dan to -13, 14 dioptriyagacha bo'lgan ko'zoynaklar. Mana bir necha ko'zoynaklar to'plami. Bularning ichida hattoki minus, plus, hattoki linzalar ham bor bu yerga. Ko'z ichiga taqiladigan. Mana shu ko'zoynaklarda hammasini mijozlarimiz bizga tashlab ketishgan. Siz o'ylamang, meni ko'zim tuzalmaydi deb hech qachon xayolingizga keltirmang. Agar siz harakat qiladigan bo'lsangiz, har qanday ko'zni davolashning imkoni bor va ko'z nuridan albatta tuzalib ketasiz. Mana azizlarim, sizlarga juda ham bir oddiy qoidani ko'rsataman. Mana bu bankada suv turibdi mana. Sof suv. Mana bu qo'limda qizil rangli shpris turibdi. Mana shu shprisni suvga tomizaman. Masalan, bir tomizsam, ozgina suv qizil rangga kiradi. Pushti rangga. Yana tomizsam, yana pushti rangga kiradi. Agar shuni to'xtovsiz tomizib turadigan bo'lsam, shprisdagi rang tugaguncha mana bu suv mana chaqab ko'rsatishimiz mumkin. Pushti rangga kirdi mana. Agar buni doimiy ravishda kuniga bir tomchidan, ikki tomchidan, bir tomchidan tomizib boradigan bo'lsak va shprisdagi rang tugagan holatda suv hattoki nafaqat qizil rangga, bardo'y ranggacha kirib boradi. Mana o'zlaring guvohi bo'ldinglar. Bu bilan men nima demoqchiman? Agar siz kuniga 10 minut, 15 minut organizmingizni ustida ishlab borsangiz, toma ko'l bo'lur degandek, albatta 1 oy, 2 oy davomida har kuni 15 minutdan shug'ullanib boradigan bo'lsangiz, siz juda ham ko'p kasalliklardan 100% darajada forig' bo'lib ketish imkoniyati sizda bor. Faqat dangasalik dan yiroq bo'lishimiz kerak.
har kuni o'zimiz ustimizda muntazam shug'ullanib borsak, albatta natijaga erishamiz. Azizlarim, sizlarga doimo sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, xonadonlaringizga fayz baraka tilagan holda sizlar bilan o'zimizni suhbatimizni yakunlaymiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Doimo sog' salomat bo'linglar. Kasallikka hech qachon yaqinlashmanglar. Kasallik yuzini ko'rmanglar.